Bu yerda olibtalarini istayapsizmi aka-ukalar? Mana sizlarga. Xudo xolasa ko'z tegmasinga mana. Ko'z tikani o'zi bilan aka-ukalar. Sifatli, yaxshi, zo'rlardan boqaman deganlarga xudo xolasa soni ozgina sifatga. Aka-ukalar mana. Endi navisimiz ozgina qorong'i, ozgina bo'lsa ham kech qolib ketdik aka-ukalar. Xudo xolasa poddeshkada bo'lasizlar. Sizlar uchun beminnat xizmatdamiz aka-ukalar. Birinchi qoringa bo'g'oz izlayap turganlar bo'lsa, mana tavsiyalarim xudo xolasa buqadan qolishmaydigan. Andijon viloyati Asaka tumani Arg'inda. Xudo xolasa aka-ukalar har kuni videolari chiqyapti. Abror akamizning mini fermasiga yetib kelganmiz. Aka-ukalar soni ko'p edi. Sotilib ketdi kelgunimizcha. Endi bugunga shu 3 ta nasib ekan. Xudo xolasa kecha ham videolarni qo'yganmiz. Ko'pchiligiga yetmadi. Mana aka-ukalar endi bugun 3 dona. Ulgurgan qoldi. Xudo xolasa aka-ukalar mana tepasi bu yog'i divan. Nima deyapti bu aka-ukalar? Istagan tuyoq, ko'rson, xudo xolasa aka-ukalar oq quloq, oq tumshuq. Qanaqa ta'rif bersanglar ham yarashaveradigan inshaalloh. Boqinglar, zo'rini boqinglar, xudo xolasa. Qaragan vaqtinglarga ham, mehnatinglarga ham achinmaydigan bo'lsin aka-ukalar. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmaylikda mana to'liq ma'lumotni mana Abror akam o'zidan. Dostonbek, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum Dostonbek obunachilari, chorva ishqibozlari. Xudo xolasa bugun ko'p edi Dostonbek, mana o'zingiz aytib qo'ydingiz, men o'zim aytaman dedim. Bugunga nasib ekan. Hali biz oldindan bu narsaga tayyorlanmaymiz-ku. Bori chiqadi-da. Bori. Xudo xolasa ko'p edi yaxshilari. Undan ham yaxshilari qoldi. Xudo xolasa obunachilaringizga mana xudo xolasa ilingan holda mana shu boshladik. 3 ta qoldi xudo xolasa. Ozgina, lekin sifatlari enanondek izdirib yoradigandan Dostonbek 7 ta bor deb chaqiruvdingiz, kelgunimcha 2 ta qolgan ekan, qancha ketdimmi? Chiqarmading-a? Shunaqa. Nasib ekan. Endi Dostonbek maqsad sotishda masalan asha kelgan menikidan kelib olib ketgan akalar ham sizni obunachilaringiz. Obunachilar ya'ni. Mayli, nasib. Dostonbek xudo xolasa qarang, bugun cho'zmaymiz, xudo xolasa. Hali kommentariyalarda ham yozib ketyapti. Iltimos tezroq narxini ayting. Endi to'g'ri gapirishyapti. Masalan, uzoq ko'rgisi kelmaydi. Endi molimizni ko'rsatib berishimiz kerak-ku. To'g'ri. Oladigan odamga qiziqda u. To'g'ri. Ming bor uzr masalan. Mana shu molni masalan bo'yini o'lchashim kerak, yelini ushlab berishim kerak, tishini ko'rsatishim kerak, xarakteristikasini aytishim kerak. To'g'ri. Dostonbek mana shu moldan boshladik. Bitta tuqqan. Birinchi qoringa 15 litr fermada sut bergan. Aka-xonimni fermer faqat shved baqadigan aka-xonim fermasidan oldim. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi qoringa. Bo'ylarni o'lchab beraman aka. Yaxshi. Xudo xolasa. Mol kichkina mol emas, o'ta katta. Oldini, kengligini qarang aka buni. Shaxlarni qarang, shaxlari o'zi bitta отдельный temada. Gap yo'q. Joni yomon bugun qarang. Rasmga ham tushaman deyapti aka shu yerda. Bu o'zi studiodan chiqqan aka. Rasm xonalaridan aka. Egasini stoykasi ham o'zi shunaqada o'zi. Hali odamlar mana shu molga mehr berib umrini bag'ishlaydi-yu, misol agar qandaydir bir vaqt ketadi-yu, to'g'rimi? Albatta. Ana shu vaqtiga achinadigan bo'lmasa, to'g'rimi? Dostonbek Libbo xonasiga mana shu naqa qarshi kelyapti. Dostonbek 140. Даже balandroq ham 135 plusiga olishaversin. Turishingda. Mol katta, birinchi qoringa 15 ta sut bergan, garantiyalik. Ichini ochib beray. Hozir yetiga bu, 8 oylik. Nechta? 6 kurak. 6 kurak. Katta 6 ta. Zo'r. Bitta tuqqan xolos, o'zlari xunajilligidan boqib katta qilgan mol. Endi hali fermada bilasiz-ku, voyasiga yetkizib keyin qo'yadi-da. 15 ta sutga Libbo odamga bering dedi. Endi men masalan buni 15 ta sut deb hali yorilmagan anaqaga ayta olmagan narsaga deng, o'zi sinamagansiz, to'g'rimi? Mana yuvoshligi deganga Dostonbek sasoylari o'pishim go'zal mol, yuvoshlilari orqa yonbosh hech qanaqa tanlamaydi xudo xolasa. Mol kichkina mol emas. Xudo xolasa aytib o'tib ketishga baribir majburman-da Dostonbek. Mana kecha haligi ikkovini sotdik. Birinchi qorinlarni xudo xolasa olgan odam maza qiladi xudo xolasa. 3-4 oy sabr qilsa, puliga atdushi pul qo'shiladi-da. Mana shu molni tuqqanlari bozorda 60 million. 50 million tepasida, 50 millionga yo'q-da.
Hali 50 million degan bilan 50 millionga zo'r sigir bermayapti to'g'risi. To'g'ri. Dostonbek Xudo xolasa olgan obunachimiz Xudo xolasa baraka topadigan mol. Tug'dirib 40 kun, 45 kunda bozorga olib chiqaman desa ham zo'r foyda qiladi. Endi menga o'zimga qiziq, lekin xaridorga bersam mendan olib foydalansin. To'g'ri. Dostonbek 44 million 500 ming so'm ozgina xayri bor. Liboy bozoriga 12 ta viloyatda bozori-yu, YouTube'ga chiqayotgan mollar-u, tuqqan mollar-u ashularga solishtirib Xudo xolasa olishaveradi. Mendan olishyapti. Men ismim Abror, Andijon viloyati Asaka tumanidaman. Xudo xolasa Voha, Vodiy, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxorogacha ketadi mol. Ketaveradi. O'ylanmay telefon qilishaversin, bankdan tashlaydi. Hamkor bankdan tashlasa 5% oladi. 5%. Pulni tashlash beradi. Men bu yerdan Xudo xolasa mashinaga yuklayotganlarim, dastavka qilayotganlarim video qilib, qaylariga apilka somonlar tashlab yuboraman. Uyda kutib oladi Xudo xolasa. Komfort holatda ketadi. Xudo xolasa 44 million 500 ming so'm ozgina kami bor. Dostonbek mol o'ta katta mol lekin. Aloqa echkilar, buni aka hosili ham katta bo'ladi inshaalloh. Dostonbek yolg'on gapiradigan odam emas, akaxonim, qadrdon akaxonim. 15 litr Abrorbek libo odamga ustini bering. Xudo xolasa birinchisidan ovoz chiqqan ekan. Endi Xudo xolasa uni ajin tug'amni ovoz tug'ami peshanasi endi. Dostonbek ikkinchi molimizga qarang. Qirg'iziston paroda qo'ng'irshib edi. Qo'ldan qolishmaydi aka bu. Molni o'zi hamma joyi kelganda. Ko'rson narsa ekan, pachka ekan. Chandillarni ham bitta olib bering, mana shu pastlatib ko'rsatib bering obunachilarga. Xo'p. Mana, Tailand. Molni qarang, yapaloq bo'lib ketgan. Bo'y basi ham kichkina emas. Sifatlari yaxshi mana. Mana shu turishda ham aytib beraveraman, bo'yi 1.25. 1.25. 1.25 chiqsa kerak, o'lchab beraman aka. Tailand hamma yo'g'i kelishgan narsa inshaalloh istaganda yo'q. Xudo xolasa Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Mo'j kuragi bordir, mo'jda yo'qdir. Ochmay qo'yaveray. Bo'laveradi. Yedi ishda sog'liklari Xudo xolasa zo'r. Yashurga masalan tomog'im hech tuzalmaydi. Yashurga masalan endi havodan yuqadi. Unga men javob bera olmayman. Men bitta kichkina odam bo'lsam, menman degan odamni fermasida ham baribir yuqaman desa yuqaveradi. Havodan kelyapti-da. Xudo xolasa bitta qor yomg'ir yog'sa, Xudo xolasa yo'qolib ketadi. Dostonbek bo'yini bitta o'lchab beray mana shuni birinchi. Narx-navoda aytishdan oldin. Dostonbek bo'yi 1.28 chiqyapti. 1.28. 3 santimetrga emas. Ayollar pastlardan ham ko'rsatib qo'ying-ku. Mana shu. To'xting, mana yerga tegib turibdi. Mana 1.28 dan ham baland, 1.25 ga olishaveradi. 25 kilo. O'lchamadim men lekin. Endi aka Dostonbek o'zi bularni aslida o'lchashni o'zi xato narsa. Endi lekin tasavvur obunachilarga baribir qarang. Endi haligi onlayn savdo va boshqada. To'g'ri. Ikirchikirigacha ko'rsatib berishimiz kerak. Olayotgan odam norizo bo'lib qolmash kerak. Masalan, meni sotilib qolmaydigan molim yo'q. Libboxonasiga Xudo xolasa sotiladi. Avvalo yolg'on yo'q, xoram yo'q. Menga kerak emas. Buni oyiga oy qo'shib, kuniga kun qo'shib, mana bo'lmasa 1.28 bo'yini 130 aytsam, bunga pul qo'shishim kerak-da. Nimaga bo'yi baland ekan molim deb turib, obunachilar menga kerak emas bunaqa. 1.28, 1.25 ga olishaversin. Necha oylik bo'g'oz bu? Dostonbek 5 oylik 4 oyga beraman. 4 oyga. 4 oyga olishaversin bemalol. Olasa qo'l soltirishib olsin o'zi qilib. Bemalolning. Bugundan 4 oy yozishib bersin daftarchasiga, yon daftarchaga. Xo'p, pulichi aka buni. Dostonbek maqsad sotish, Xudo xolasa kecha mollarimiz ham undan oldingi chiqarganlar ham mana o'zingiz tirik guvohsiz. Qolgani yo'q. 28 million 500 ming so'm kami bor desam nima deysiz? Endi aka hisob kitobini o'zingiz bilasiz aka. 28 million kami bor aka. 28 mana. Olgan odam baraka topsin, Xudo xolasa kelishtirib dastavkalarni vodiy bo'ylab qilib beramiz. Любой odamga tushaveradi bu. Katta xonadon, katta xo'jalik, kichkina xo'jalik tanlamaydi. Xudo xolasa mana shu mollar birinchi qoringa 7-8 litr sut bersa kerak. Yo'q. Endi avvalo Xudo xolasa aka. Endi aka qarovga ham bog'liq. Albatta, o'zimiz bo'lib qolmaydi. Yaxshi ratsionni, ya'ni rejimda boqsa, o'zlari o'ylagan natijani zo'rini beradigan. Bularda qarang aka mana stolkalari hamma yo'q orqa ketib, yaxshi xudo xolasa. Endi maqtaganimiz bilan shu to'rtta tuya bitta kalan. Albatta, baribir mol. Endi avvalo molni maqtaymiz aka. Endi mana kommentariyalar bo'lyapti-yu, men umuman xafa emasman. Yozinglar shunaqa narsalarni. O'zimizdan ketib qolayotgan bo'lsa, sal lisensiyadan pastga tushib olamiz.
Xudo xolasa aytilgan narsalar, bo'yi, eni, sog'ligi, yana qanaqadir savollar bo'lsa, любой payt aloqaga chiqaverasizlar. Keyin obunachilar telefon qilyapti. Aka bezovta qildim kechga. 24 ga 07 ishlaymiz. Ishimiz shu. 1 2 3 4 5 Xudo xolasa imkon darajasida telefonlar ko'taryapmiz. Sotilgan bo'lsa akajon sotildi, sotilmagan bo'lsa hali sotilgani yo'q. Aloqaga chiqishaversin bemalol. Dostonbek 28 million. 28. Uchinchimizni qarang. Hali shoqi yo'g'idan, zavodskoydan, oq tumshuq, oq qulog'idan, mana shu gullari ham mana shu yotganidan Endi aka ploskisidan olaman degan aka-ukalarga. Chiqqan ahvolimni ko'zi yonib netsa, haligi ko'zdan Noto'g'ri o'ylamang. deb o'ylamanglar endi. Ozgina navesimiz qorong'i. Xudo xolasa bu yerga komfort. Xudo xolasa. Svetlarni qilib, orqa ketlari baland, stakan tuyoq aka-ukalar mana taylari deganlarga mana o'zi O'ta go'zal, oq tutay, oq yelin, quloqlari ham panda quloq qarang. Mol kichkina bo'zaycha emas. Bo'y basti zo'r, xudo xolasa o'lchab beraman. Shohi. Zavodskoy bu. Chaqi yo'q buni. Ana. Xudo xolasa bu Dostonbek tak. Buni ham 4 oyga beravering. 4 oyga. Ha, buni ham 4 oyga beravering. Men haliga keyin uyatib qolmayman, xudo xolasa. 4 oyga. Molni bo'y bastlari, yelkalari, 4 sonligi, oyoqlarini qarang. Stakan tuyali haqiqiysi mana shu bo'ladi. Tog'u toshda yurib kelgan mol bu. Tikka tuyoq mana. Shunaqa. Orqa qanaqa? Yassi turmaydaligi. Tikka turadi. Pachkasini ham qarang, korobkasini. Ya. Ancha-muncha semental damini beribdi. Xudo xolasa olib tashab qo'ysa, foyda qiladigan mol Dostonbek. Oymoy qo'shadigan. Ha, birinchi qoringa xudo xolasa bu ham shved. Qora deb o'ylashmasin. Sen bo'lib hozir bu yerda endi svet tushirganimizda bu yerda yangimiz. Xudo xolasa 1-2 kunda rejalar bor. Kashtan deb ham. Ha, qo'ng'ir shvedda. Qo'ng'ir. Va joni yomon. Kallalar ham g'asa kelishgan ekan uni. Chiroyli. Dostonbek mash turishiga 122 ekan. 122. Даже 123. 120 ga olishaveradi. 122, 120 ga olishaversin. Narxi ham arzon uka. 4 oylik bo'g'oz 122. 22 million 500 ming so'm. 22 million. Ha. Mana ukalar. Ozgina qolsin, xudo xolasa egalariga borganda, baraka topganda rahmat aytib qo'ysa bo'ladi. Mollarni ta'rifini bersak, bir ikkita negativlar ham bo'lyapti, falon pison. Endi aka baqmagan odam qadriga yetmaydi. Zar qadriga zargar. Albatta. Dostonbek, yana bitta gapingizni bo'ldim uka. Birovdan tilim qisiq joyi yo'q, qarzim yo'q. 32 ga kirgan bo'lsam, xonadonimga hali birov norizo bo'lib kelmagan. O'g'lingiz qarz bo'lib qoldi. Ota-onam yuzini hech qachon yerga qaratmaganman. Любой joyda betiga qarab, tikka qarab gapiraman. Ko'ksimiz qo'limizda, xudo xolasa, olgan odam baraka topsin. Qolgan gaplarni telefonda aloqada gaplashaveramiz, xudo xolasa. So'ragan odamlarga beramiz. Sizlar mehnatingizga rozi bo'ling, ishlaringizga omad. Aka-ukalar, bugungi ishlar 3 dona bo'g'ozimiz bo'ldi. Endi ko'prog'ida shunisiga xudo xolasa nasib. Yurganimiz shu bo'ldi. Inshaalloh aka-ukalar yaxshi sifatli zo'r joydan endi hali bozordan olmanglar demayman, bozordan aka-ukalar narxi past balandligini bilmadimi, lekin muhim ishonchli. Maza qilib boqinglar aka-ukalar, tavsiya qilaman.